alaykum. Asaka Azimova ofisimizga tovarlarimiz yetib keldi. Hozir ularni sizlar bilan o'tiramiz. Bundan 1,5 yil oldin o'z biznesimni atigi 400 ming so'm bilan boshlaganman va hozirgi kunga kelib bir oyda 10 milliondan 15 milliongacha daromad qilaman. Faberlik kompaniyasi nafaqat biznes qilishingiz, balki oilangiz uchun kerakli bo'lgan barcha mahsulotlarni ham bemalol topishingiz mumkin. Eng asosiy jihati halol va hamyonbop. Juda ham ko'pchilik ayollarimiz yosh bolam bor, ishlay olmayman deyshadi. Lekin ayol kishi o'zi xohlasa hamma narsani imkonini topadi. Masalan, menga o'xshab nafaqat uyda o'tirib, balki ofisda ham farzandlarim bilan bemalol ishlay olaman va bu menga hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tmoqchiman, Asaka Azimova ofisi Asaka istirohat bog'idan o'tgandan keyin kadastr binosiga yetmasdan chap bo'ldi. Aynan uyda o'tirgan yosh bolali ayollarni Azimova strukturasiga onlayn ishlash uchun taklif qilib qolaman va o'zim sizni 100% daromadga olib chiqaman. Mana tovarlarni ham terib bo'ldik. Agar videolarim yoqayotgan bo'lsa, menga obuna bo'ling va meni kuzatishda davom eting.